Halil qo'lga pichoq olib Padmojaga qaratganida Amir bo'kirib yubordi. "Sho'r, qo'lingga tort." Amirning ko'zida, yuzida shunday vahshiy shafqatsizlikni ko'rib, Padmojaning junjiga ketdi. Jasorat to'plab yana ramdani ko'tardi. Ovozida titroq bo'lsa-da, qat'iylik keltirishga urindi. "Hamma qo'yib yubor, bo'lmasa men sizni tugataman." Butun vujudi terga botgan, sochlari ho'l bo'lib yopishib qolgan, ko'zlari pirpirar, boshi aylanar, qayt qilgisi kelar edi. To'satdan orqasida qadam ovozi eshitilib, u boshini burganida Amir fursatdan foydalanib, Padmojaning qo'lidan ramdani tortib oldi. G'azab va umidsizlikdan Padmojaning og'zidan noaniq nola chiqdi. Amir Padmojani o'ziga qaratib bo'kirib yubordi. "Bas endi, chegaradan oshma, to'xta." Padmoja to'xtab qoladigan qiz emas edi. U bor kuchi bilan kurashdi. Amirning qo'llarini timdalab qonatdi. Quturgancha harakatlanar ekan, sarisi sirg'alib, tanasining ko'p qismi ochilib qoldi. Amir otasi va amakisining naqadar past, naqadar buzuq ekanligini yaxshi bilardi. Shuning uchun tezda sari bilan tanasini berkitib, Padmojani ko'ksiga bosdi. Buncha zarbaga chida olmay, Padmoja birdan qusdi. Bu qusquq Amirning yuz ko'ziga sachradi. Jahl bilan yuzini burishtirdi u. Xotinini quchog'iga olib, zulmat ko'zi xonasi tomon yo'l oldi. Zaif tana bilan Padmojaning ko'zlarida cheksiz jasorat yonardi. Ammo Amirning erkakona kuchiga oxili bo'ysundi. Yuragi yorilib, to'g'on buzilgan seldek yig'lay boshladi. Padmojani yerga qo'yib, orqaga chekindi Amir. Bu nima edi? Uning saltanatida hech qachon bunday notinchlik bo'lmagan. Padmoja ishga doim to'sqinlik qilmoqda. Uni ichkari hovliga yuborib bo'lmaydi. Redayon unga hujum qilganidan keyin unga ishonch qolmadi. Istagan daqiqada istagan ishni qilishi mumkin. Faqatgina u uni nazorat qila oladi. Amir indamasdan qaror qildi. Padmoja shu yerda ekan, uni qamoqda saqlaydi. Hech qanday yo'l bilan bog'ichni yechmaydi. Oldinga qadam tashlagan Padmoja qichqirdi. "Ket, menga teginma. Senda jirkanchlik." U qattiq nafrat bilan Amirning oyog'i ostiga tupurdi. Amir darhol Padmojaning ikki qo'lini orqasiga buklab, arqon bilan mahkam bog'lab tashladi. Keyin karavotga irg'itib, oyoqlarini bog'lab, "Katta xato qilding. Bu yerga burningni tiqmasang, tinch yurarding", dedi. U hamon g'azabdan yonardi. Qo'l-oyoq bog'langan bo'lsa-da, og'zi ochiq edi. Og'zidan tupurib, Amirga nisbatan naqadar nafratlanishini bildirdi. Tupuk Amirning yuziga tegishi bilan uning qoni boshiga chiqdi. "Padmoja, mening nomimda og'zingga olma, yalmog'iz", deb bo'kirdi Padmoja. "Men sening tanangga qo'l tegizaman", deb hukm chiqardi Amir. "Siz menga qo'l tegmaysiz. Bunday xatoni men kutmagan edim", dedi Padmoja qattiq kinoya bilan. Ikkisining ko'zida olov yonardi. Xuddi ikki raqib jangchi yuzma-yuz kelgandek. Biri jismoniy kuchda, ikkinchisi ruhiy mustahkamlikda.